Ozolmayotganingizdan o'zingizni ayblab charchadingizmi? Muammo siz o'ylagan joyda emas. Men 800 dan ortiq ayollarga konsultatsiya berdim va ularni ozolmasliklariga 4 ta asosiy sababni aniqladim. Va bu videoda o'shalarning har biriga yechim beraman. Birinchi sababi albatta bu nafs. Siz kun davomida organizmga oqsil yetishmaganligi sababli, ya'ni o'sha tvorog, smetana, tuxum, mana bu mahsulotlarni organizmga bermaganingiz sababli kechqurunga borib miya ochman degan signalni beradi va siz kechga borib ko'p yeb qo'yasiz. Bunga yechim esa siz har kuni ertalab oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni organizmingizga berishingiz kerak va har kuni kamida siz 3 mahal ovqatlanishingiz kerak. Bunga yechim ochlik emas, doimiy odatlar, kunlik menyular, har kunlik suv rejimi, 15-20 minut mashq otchotlari va uyqu normasi. Uchinchi sabab esa noto'g'ri ratsion, ya'ni quyuq ovqatlar, xamirli ovqatlar, yog'li ovqatlar bilan birgalikda kam harakatlilik ham ortiqcha yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, "Men ko'p yemayman, lekin semiraman" deydi. Aslida u noto'g'ri yeydi. Bunga yechim esa tarelka qonun qoidasiga amal qilish shart. Ya'ni tarelkaning yarmida sabzavotlar, yarmida oqsillar, yarmiga esa murakkab uglevodlar, ya'ni o'sha grechka, kinoya, ovsyanka, mana bu mahsulotlar bo'lishi kerak. Ratsiondan esa shakar va oq unni cheklaymiz. Ya'ni butunlay ratsiondan olib tashlash kerak emas, uni faqatgina normada yeb ratsionda cheklashimiz kerak. To'rtinchi sabab esa uyqu va stress. Kam uxlash stressni oshiradi, stress esa kortizolni. Kortizol esa qorin atrofiga yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Shu sababli ham kam uxlaydigan ayollarda qo'l va oyoqlari butun tana ozgani bilan qorin ketmaydi. Bunga yechim esa 5 daqiqalik nafas mashqi, ya'ni nafas mashqi uyquni tezlashtiradi va albatta 7 soatlik uyqu normasi. Siz 22:00 dan 23:00 gacha uxlagan bo'lishingiz shart. Telefon esa 22:00 dan keyin ko'rish taqiqlanadi. Ozish bo'yicha mana shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.